Birobirda ishlaymiz. Metan bor. Metanga qanaqadir alkan qo'shilgan. Alkan yani masalan buni CN H2N plus 2 deb oladigan bo'lsak, masalan mana bunga 1 mol deb olamiz. Buni x mol deb olsak bo'ladi, noma'lum. Shunda aytayapti, uglerod atomlar soni 7 marta ortibdi. Uglerod atomlar soni 7 marta ortgan, demak e'tibor 7 marta ortganligini tekshirib ko'ramiz hozir. Ya'ni 1 bo'lib qolsa 7 bo'lib qoldi. Ya'ni uglerod atomlar soni x ta berdi. Bunda esa x plus yani n ta. Tushunarli? Keyingisi vodorod atomlar soni. Vodorod atomlar soni esa 4 ta, bu 4 ta x da edi. Keyin 5 marta ortdi ham. Ya'ni o'sha dastlabki 4x bor edi. Keyin bu yerda vodorod atomlar soni mana bu. 1 da bunga ko'paytirsak baribir plus 2n plus 2 bo'ladi mana. Shu sistemani ishlasak chiqadi. Oson bu. Buni ko'paytirsam 7x plus yani 7x barobar x plus n bo'ldi. Ya'ni buni qisqartirsak 6x teng n bo'ldi. Buni ham ishlab olamiz. Buni ko'paytirsak 20x barobar 4x plus 2n plus 2 bo'ldi. Buni qisqartirsak 16x teng 2n plus 2 bo'ldi. N o'rniga 6x qo'yib 16x barobar n o'rniga 6x qo'yib yuboramiz. Ya'ni 12 bo'lib ketadi. Ya'ni 6x qo'yib 2 ko'paytirsak 12x plus 2 bo'ldi. Buni ayirsak 4x bo'ladi barobar 2. 2 ni bo'lamiz 4 ga 0.5 bo'ldi. X qiymati 0.5 bo'ldi. Ya'ni mana buni moli 0.5 mol bo'ldi. 0.5 ni 3 ga ko'paytirsak, ya'ni 6 ko'paytirilgan 0.5 barobar n chiqadi. 6 ko'paytirilgan 0.5. Shunda 3. Endi qiymati 3 chiqdi. Demak mana bu 3 talik bo'lgan, ya'ni S3 H8 bo'lgan. Propan javob B bo'ladi.